O'zbekiston davlatida yashaydigan har bir fuqaro bir-birini juda hurmat qilish kerak. Viloyatlar o'rtasida falon viloyat odami unday, pistomon viloyat odami bunday, qishloqlar mana bunday degan gaplarni eshitib qolamiz. Afsuski, internetda mana shunday narsalar tarqaladi. Biz bir-birimizni hurmat qilmayotganmiz, boshqa davlatning odami bizni hurmat qilmaydi. Shuni ko'rib turib bir she'r yozganman, eshitasiz. Kelishgan yurt gulzorini bo'ston qilar. Chiroyidan har mast ko'ngil doston qilar. Er yigitni qo'li ochiq ehson qilar. Birlashmasak bir avulni biri yeydi. O'tsak ketsak ajdodimiz nima deydi? Yaxshilikka qo'ygan qadam sarmoyadir. Har tarafga tortsangiz ko'ngil toyadir. Mush bir joyda bo'lsa o'zi kifoyadir. Birlashmasak bir avulni biri yeydi. Ko'zni oching, ko'rgan ko'zlar nima deydi? Karvon yuklab biling cho'ldan kelgan. Hurriyat bu zamon xoliq haqdan kelgan. Ko'plar obod qildi yurtdan qo'ldan kelgan. Birlashmasak bir avulni biri yeydi. Nima qildik, bola chaqa nima deydi? Obod bo'lsin har avulning ko'chasi keng. Doshqozonni taomlari bo'lindi teng. Oh mazzaku yurtim chiroy qilindi deng. Birlashmasak bir avulni biri yeydi. O'tsak ketsak ajdodimiz nima deydi? Qo'lni qo'lga bering mahkam shu yurt uchun. Jon kuydiring yuz bo'rasiz nima uchun? Bugun fursat o'tdi ketdi kechagi kun. Birlashmasak bir avulni biri yeydi. Ko'plar ko'rib gapirmagin qo'yay deydi. Jon jigarlar vatan uchun oching ko'zni. Adashmangiz anglab oling endi o'zni. Men azamat shoir o'g'ling aytdi so'zni. Birlashmasak bir avulni biri yeydi. O'tsak ketsak ajdodimiz nima deydi? Bir-birlaringizni juda hurmat qilinglar.